Assalomu alaykum, qadrli dehqonlar. Mana bugun Asilbek akamning bog'laridamiz. Bog'imiz 3 gektar. Mana shu aytimiz, hozir 3 gektarlik bog'idamiz. Asilbek akam bilan muntazam 5-6 yildan beri ishlab kelamiz. Xudo xolasa tavsiya beramiz. O'zimiz dorilarini o'sha 10 kun, 12 kunda dorilarni etib, tavsiyasini berib sachtiramiz. Xudo xolasa bu shu kungacha mana foydalanib turgan dorilarimiz va effektlari. Uzumlarda xudo xolasa chang sho'r yo'q, baklari toza, hasharotlari yo'q. Eng asosiysi bu yerda masalan hammada bakterioz kasalliklari deydi, kimdir zang kasalliklari deyilyapti. O'sha narsalar hammada ko'p bo'lib ketyapti. Erta kuz kelganga o'xshab baklar kuyib ketyapti. Ana shu narsa yo'q. Shunga masalan oldini olib beryapti turgan dorilarimiz Asilbek akamga, mana o'zlari ham shu yerda dehqonimiz muntazam ishlatib keladi. Mana Iordaniyani Karastar degan dorisi. Bu dorimiz baravariga chang sho'r zanggacha ishlaydi. Ta'sir etuvchi moddasi ikkita bo'ladi. Difenakazol bilan azoxstrobin bo'ladi. Chang sho'r zanga yaxshi dori. Beta degan zaharimiz. Hamma zaharlar bilamizki, xloropost bilan sipermektin bo'ladi. Shu kungacha 60 va 65%. Ko'pi bilan 66% gacha zaharlar kelgan. Buni o'zi 70%lik. Har qanday kamstoy yoki boshqa mayda hasharot, zarar kurandalar bilan yaxshi ishlayapti. Planter degan dorimiz. Buni ham o'tgan yili sotganmiz, juda ham samarasi zo'r. Hamma dehqonga yoqib kelyapti. Xudo xolasa bor chang sho'rni ham yaxshi o'yapti. Bularga qo'shib ko'proq o'sha bak kuyishlarida aslında hasharotlar, toshuvchi hasharotlar o'ltirgani Remo Plus'imizni tavsiya beryapmiz. Ishlash koeffitsiyenti o'ta yuqori. Sistemni har qanday hasharot bilan yaxshi kurashyapti. Bularga qo'shib har doim mana Asilbek akamning o'ziga ham beramiz. Yara firmasining o'g'itlarini beramiz. Universal biomizdan bir marta, mantrakimizdan bir marta mana sachildi. Shu kungacha mana o'zi dehqonimiz sachdi. Mana shu Karastarga qo'shib ham sachdik, Remoga qo'shib ham sachdik. Xudo xolasa bog'larimiz zo'r. Bularga endi aslamni tavsiya berishimiz, universal biosini ham, bu mantrakini ham tavsiya berishimiz tarkibi bo'ylab juda ham boy. Azot, fosfor, kaliydan tashqari magniy, marganiz, molibden, hamma mikroelementlari bor. Xudo xolasa tavsiya beramiz, foydalaninglar. Asilbek aka qalay bo'yapti? Xudo xolasa tavsiya beryapti dorilarimiz. Asosan shu dorilarga qo'shib ishlatyapmiz, vitaminlarni ham. Effektlari yaxshi. Agar taydan berishga kech qolganlar bo'lsa, hozir ham bakidan unumli bo'lyapti, foydalansalar ham bo'ladi. Endi bu yil Karastar bilan ko'proq ishlayapmiz. Damskiy bog' bo'lgani uchun bandlariga ko'proq haligi kasalligimiz bor, bandiga tushadigan. Shu kasalliklar oldini olishga, qolgan chang sho'r zanglar bilan ham qarshi kurashga yaxshi ishlayapti. Olib foydalansalar ham bo'ladi bemalol. Xudo xolasa sinovlardan o'tyapti, har yil olib ishlatamiz. Xudo xolasa bunaqa dorilardan qanaqasidan kerak bo'lsa, o'sha do'konimiz aniq. Oltiariqda dehqon bozori ichida Agromer 3/7